Xullas, mana bu lob faqatgina jentraga yarashishini yana bir marta isbotlayman, qaranglar. Mashinani to'shini ko'ryapsizlarmi? Hozir men ko'rinyapmanmi yo'qmi? Faqat rostini aytinglar. Xullas 2023-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka bezlik bo'ladi faqat. Bitta kamchiligi shunda bo'lyapti. Shunga yarasha narxni arzon qilishga harakat qilamiz. Kalirovka bo'lgan mashina, lekin keramika bo'lmagan ekan. Motorlar ideal sostavda turibdi. Lekin keramika ham davoyini ko'rsating, qarang turishini. Bu endi bu mashinani olgandan keyin tuxum yetadi deymi? Shu ahvolda minib yuraman desangiz, olsangiz bo'ladi. Amerikanka faralari qo'yilgan, galogen pastini yoqmadim. Kraskalari mutlaqo toza. Zavodskiy diskada yumshoq balon qo'yilgan, yaxshi holatda, shumka bo'lmagan. Polnist beton, aka polnist operativni yurikan o'zi. Ashkalari shkazordan avtomat korobka jentrani, stinalarni qaranglar. Salonni ichida juda qorong'i. Chiral qarang, bitta o'tirib ko'rsatadi shuni. Tashqarini oling, qarang, ichkarining qorong'iligini qarang. Sizlar bilmayaptimi o'zi? Qorong'imi? Yo, men ko'zim ochgandan keyin pinbol tashqari ko'rmayapti. Biz bagajlarni ko'rsatib o'tamiz. Mashinaning metani ham o'rganlar. 40 ming kilometr masofani bosib o'tgan, 23-yilda ishlab chiqarilgan. Faqat bezlik Euro variant hisoblanadi. Bitta kamchiligini aytib o'taman shu o'rinda. Optira fara taqilmagan ekan. Nimaga taqilmagan? O'zi aka bilan javob qilamiz uni. Leonodan video registrator bor, metan gaz bilan o'rnatilgan, akkurat holatda turibdi. Narxiga kiradigan bo'lsak, nomer bor ekan. Ishlar bo'ldi. Hech narsa emas. Mashina harakatlangani yo'q. Kayaklarimiz ko'rsa urushmasin, evakuator poliklar bor ekan. Narxiga kiradigan bo'lsak, $13 ming tochkasi deyapti. Telefon raqam pastda bo'ladi, telefon qilib baraka qilsangiz bo'ladi. Operativniy jentra sotuvda.